Ko'p kitob o'qish ham har doim foydalimi? Balki siz noto'g'ri o'qiyotgandirsiz. Balki siz bilim orttiraman deb vaqtni isrof qilayotgandirsiz. Bugun biz ko'p kitob o'qishning yashirin zararlari haqida gaplashamiz. O'qish ham ortiqcha bo'lsa, bu sizni sekinlashtiradi. Ko'p kitob o'qiyotgan odamlar ko'pincha faqat o'qiydi, ammo harakat qilmaydi. Ular bilim bilan to'lib ketadi, lekin uni hayotga qo'llamaydi. Bu esa rivoj emas, illyuziya. Har bir kitob bu yangi g'oya. Kuniga 3-4 ta kitob o'qisangiz, miyangiz chalkashib ketadi. Sizda fokus yo'qoladi, e'tibor tarqaladi. Bilimlar chuqur emas, sayoz bo'lib qoladi. Kitoblardagi ideal odamlar hayotimizga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Biz o'zimizni ularga qiyoslaymiz, o'zimizni ojiz his qilamiz. Har doim kitob ichida yashash real hayotdan qochishning bir ko'rinishi. Bu sizni ijtimoiy hayotdan, tajribalardan, hatto baxtdan ham uzoqlashtiradi. Kitob o'qish zo'r, ammo uni me'yorda o'qing. Har bir o'qilgan fikrni sinab ko'ring. Uni amalda bajaring. Aks holda siz faqat o'qigan, lekin hech narsa qilmagan odamga aylanasiz. Endi sizga savol. Oxirgi o'qigan kitobingizdan qanday real harakat qildingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz like bosing, obuna bo'ling, eslab qoling. Bilim bu kuch, faqat uni ishlatsangiz.